Assalomu alaykum, hurmatli aka, ukalar, chorva ishqibozlari, bizni kuzatuvchilar. Bugun mana 2026-yil 23-aprel hafta kuni payshanba kuni biz ayni damda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Palaxon mahallasidamiz. Bugungi videomizda biz mana shu yerda Palaxon hududida, Uchko'prik tumani Palaxonda chorva mol bozori ochilyapti ekan. Shuni obzorini qilib beramiz, ya'ni 1-2 minutlik. Xudo xolasa bu bozorimiz 2026-yil 25-aprel kuni ochilish arafasida, ya'ni shanba kuni, mol bozorimiz shanba kuni bo'ladi. Tushuntirmoqchi bo'lsa, akalar, ukalar, bu yerda manzili mana chat tarafida turgan mana bu yo'l Qo'qondan kelish. Ya'ni bu tarafga Buvediga qarab ketish, Buvedining markaziga. Rosa o'rtada joylashgan, Qo'qondan kelish 7 kilometr, Buvedidan kelish bu taraf 6 kilometr. Markazda joylashgan bozor. Palaxon mahallasida, xudo xolasa bu yerda sharoitlar shuna qilindiki, a'lo darajada. Mana hamma mabodo do'kon olaman, rasta qilaman, arendaga olib ishlataman, tirikchilik qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shu yerda mana do'konlarimiz bor, mana rastalarimiz xolasa, misol uchun don, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, arqon sotamiz, oshxona qiladimi, hamma sharoitlarni xudo xolasa qilib qo'yilgan, arendalarga beriladi. Chorva mol bozorimizni ichi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mana bu yerlar avtoturargohlar, ya'ni stankalar, mana asfaltlar, betonlar qo'yilgan. Joylarimiz zo'r. Hali hech qanday mashina parkovkaga, boshqaga qiynalishmaydi. Palaxon chorva mol bozori mana. Xullas sharoitlarda hali mana YouTube'larda, boshqalarda ko'ryapsizlar, internet tarmoqlarida chorva mol bozorlari haqiqiy davlat standartida qilingan. Mana mol bozorimizning ichki ko'rinishlari, ko'rib baho bering. Mol bozorni tuzilish sxemasi, bu narxlar xudo xolasa 2026-yil 25-aprel, ya'ni shanba kuni ochilish arafasida. Mol bozorlarimiz zo'r qilingan. Akalar, ukalar, bizni kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Instagram kanalimizga, YouTube kanalimizga videolarimizga bitta like bosib qo'yasizlar, ya'ni buni ko'pchilik ko'rish uchun. Do'kon olaman deganlar bo'lsa, mana arendaga beriladi. Xudo xolasa mana shu do'konlar hammasi mana yem sotaman, boshqa sotaman. Xullas sharoitlar zo'r. Buni tepalari naves qilib beramiz, deyapti. Mana bu yerda ariqlar o'tgan, mashinalar turadigan joy. Xullas sharoitlar zo'r. Xudo xolasa shanba kuni hammalarini kutib qolamiz, chorva ishqibozlari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.